Loladan sizlar uchun Bobur Shoh ko'chasi shundoqqina yo'l yuziga 100 metr yaqinlikda joylashgan yaxshi bitta xonadonimiz chiqib qoldi. Akalar, narxi juda ham qulay narxda. 3 xonali kvartirani 60 ming, 70 ming narx aytib turgan bir paytda sizlar uchun Namangan eng arzonda mana shu tayyor 7 ta xona plus oshxonasi bilan mana shu xonadonimizni akalar to'ylarni qilib o'tirsani bo'ladi 2-3 xo'jalikka sharoitlar bilan okalar bosib oladigan joyi 62.800 ga yana oz-moz o'tib beriladi. Akalar, maksimalniy do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Kommunalkalarda gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma sharoitlari bo'lgan, ko'chalari keng, yo'l yuziga yaqin, maktab, bog'cha, lokatsiya hamma joyga zo'r bo'lgan joyda akalar bosadigan joyi. Joylashuvimiz Bobur Shoh ko'chasiga kirib kelganda shundoqqina Shadiver Plaza'ning ro'parasidan kirib kelgan ko'chamiz, atigi yo'l yuziga 100 metr bemalol avtomobil kiradigan sharoiti bilan garajimiz, naveslari bor. Yaxshi holatda turgan mana shu hovlimizni zo'tug'i 208 ga tegan ekan. Kirib kelganimizda o'ng qo'lda bizda ikki xona uyimiz bor. Alohida ichidan ham bir-biriga o'tish yo'lalari bilan uy ichi holatlari aboyli, chiroyli holatda turibdi. Bemalol yashab, maza qilib istiqomat qilishga tayyor. Fayzli xonadon ekan, to'ylarni qilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Keyingi xonamizning ichida sanuzillar bilan ichki holatlarda xo'p, aboyli holatda idealniy turibdi. Keyingi romanimiz juda ham keng mehmonxona qilib foydalansa ham bo'ladi yoki bo'lmasa oilaviy o'tirish xona sifatida foydalansa ham bo'ladi. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak akalar, bu yerda ham bitta alohida spalniy hisobida keng katta xonamiz bor. Kladovka ichida yana sanuzil bilan. Bu yerda bitta yakka xonamiz mehmonxona uchun keng katta, ichki holatlari servantlarigacha qildirib qo'ygan, chiroyli holatda akalar. Bu yerda esa bizda oshxonamiz joylashtirilgan. Eng qizig'i uyimizning bitta xonasining tagi podvalli hisobda sklad qilib foydalansa bo'ladi. Keyingi xonamizning tagi esa podvalni ham xona qilib, detskiy xonaga moslashtirib qo'yilgan, tayyor kirib yashashga sharoit bilan. Hop, bu yerdan tashqarida kirib kelganimizda zilamiz bor. Alohida do'stlarimiz, ulfatlarimiz bilan o'tirish uchun bitta keng katta qo'shimcha xona, umumiy shunda 7 ta xona plus oshxona. Okalar, maksimalniy bosamiz. Laklarni bosib do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Narxi bomba. Shunaqa chiroyli, yaxshi sharoitdagi lokatsiyasi, yaxshi joyda joy qidirgan aka-ukalarimizni tashlaymiz. Telegram kanalda aniq lokatsiyalar bo'ladi. Bemalol kelib ko'rib, okalar bosib o'raydigan joy. Okalar, kommentariyada bitta yaxshi fikrlardan berib, a'zolikni bosib o'ramiz. Notariusni soqqani sanarimiz. Okalar, bosamiz.